Ishoqjon Muhammadjon o'g'li, mo'minning kasbi. Ushbu kitobda kasblarning nozik jihatlari, sir-sanoatlari va ularga tegishli shar'iy hukmlarni to'laqonli yoritishga imkon qadar harakat qilinadi. Chunki biror kasb va hunar bilan shug'ullanayotgan kishi o'zi egallagan kasbining nafaqat moddiy, balki moliyaviy foyda keltiradigan jihatlari, sir-sanoatlari va bu yo'nalishdagi shariatimiz ko'rsatmalari, undagi halollik, poklik, mardlik, saxovat, muruvvat, adolat va yana boshqa xususiyatlarni ham bilishi juda zarur ekanligi ta'kidlangan. Rostgo'ylik va karamli bo'lish haqida. Ibn Umar raziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'zining savdo sotiqda aldanib qolishini zikr qildi. Shunda u zot, qachon savdo qiladigan bo'lsang, aldash yo'q, degin dedilar. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan sahobiyning boshi yorilib, fikri va tili biroz og'ir bo'lib qolgan edi. Tutilib gapirar va oldi sottida aldanib qolar edi. O'zining bu holidan shikoyat qilganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldi sottidan oldin savdolashayotgan odamga aldash yo'q deb ogohlantirish berib qo'yishini tavsiya qildilar. Ya'ni islom dinida savdo sotiqda bir-birini aldash yo'qligini eslatib qo'yishni o'rgatdilar. Shoyat shunda narigi tomon o'ziga aldashni ep ko'rmasligi mumkin. Bundan savdo sotiqda, moliyaviy muammolarda bir-birini aldash harom ekanligini bilib olamiz. Xaridorning ojizligini suiiste'mol qilib, savdoga yolg'on aralashtirgan kishi avvalo yolg'on gapirgani uchun gunohkor bo'ladi. Topgan mablag'i harom, undan ahli va farzand zurriyotlariga yedirsa, oqibati undan-da yomonroq bo'ladi. Eng og'iri birovning haqqini botil yo'li bilan yeganligi uchun oxiratda javob beradi. Qolaversa, xaridor savdogarga o'zining ojiz ekanini aytib ogohlantirganidan keyin ham mazkur firibgarlikka qo'l urgan bo'lsa, javobgarlik yana ham og'irlashadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam savdoda ojiz bo'lgan kishiga qachon savdo qiladigan bo'lsang, aldash yo'q, degin degan o'gitlari bilan qiyomatgacha keladigan ana shunday ojiz insonlar uchun ajoyib dars berdilar. Xulosa, Alloh taolo bejiz o'zaro bir-birlaringizga fazlu karam qilishni unutmang deb buyurmagan. Mazkur ogohlantirish, ayniqsa bugun yanada dolzarb desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ko'plab soha vakillari o'zlariga oid shar'iy ko'rsatmalarni o'rganmagan, yaxshi bilmaydi yoki bilsa-da amal qilmaydi. Shariat faqat ma'lum bir ibodatlarga tegishli deb o'ylaydi. Natijada har qadamda xato va xiyonatlar uchrab turibdi. Ishoqjon Muhammadjon o'g'lining Mo'minning kasbi kitobini to'liq shaklda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro viloyati
axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin.